Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Qadirli görürmenlerimiz, bugün 2026 yılı 21 fevral şembe, her şembe günü bir hafta jarayonida bulup ötken en muhim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzurunuzga sunup kelyapmiz. Lekin bugün 21 fevral Dünya Ana Tili Günü münasebeti bilan bütün dünyadaki halkımızın albatta biz öz tili cheklanayotgan yo'qitilishga, butunlay xitoylashtirilishga majburlanayotgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan albatta buningga o'xshash kunlar muhojiratdagi xalqimiz uchun intayin muhim. Tilimizga texmi bak ching esilishga, tilimizning ahamiyatini texmi bak aslashga har xil faoliyatlar bilan muhojiratdagi xalqimizni, o'smirlarimizni tilimizni suyishga, ona tilni qo'g'dashga undash uchun har xil faoliyatlar har yili o'tkazilib kelyapti. Shunga bu kunning ahamiyatini aslatgash ona til kunimizni tabriklaymiz. Undaqda oldi bilan bu haftadagi xabarlarimizning mavzularini ko'rib o'taylik oldi bilan. Xitoylar Hetgah jamoasida usul o'ynab islomga haqorat qilmoqda. Xalqaro pul fondi tashkiloti Xitoy haqida ogohlantirish berdi. Va Xitoy Amerika hukumatining 1 milliard dollarga yaqin tadqiqot mablag'idan foydalanib olgan mavzuliq xabarlarimiz va bundan boshqa bir qancha muhim xabarlarimiz bo'ldi. Lekin yana ulug' Ramazon munosabati bilan albatta butun dunyodagi xalqimizning ulug' bu Ramazon kunlarini, Ramazon oyini chin qalbimizin istiqlol oilasi bo'lish sifatimiz bilan tabriklaymiz. Alloh barliq amallaringlarni, tutgan ro'zlaringlarni qabul qilsin deb tilaymiz. Xo'sh, undaqda boshlab ketsak, birinchi xabarimiz boshlab Xitoylar Hetgah jamoasida usul o'ynab islomga haqorat qilmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu tajovuzchilarningki har yili vatanimizda albatta yillarning boshqa kunimi farq qilmaydigan bo'lib ketdi. Diniy ibodatlarningki, namoz, har qanday dinga aloqador narsaningki istisnosiz shaklda cheklanayotganligini hammamiz bilamiz. Ammo bugun butun dunyodagi musulmonlar ulug' bu Ramazonning xushalliqi bilan, hatto kunda bombardimon qilinayotgan 3 yildan eshib ketgan G'azzodak ashundaq rayonlarda musulmonlar shu eski vayron bo'lib ketgan xarobiylikning orasida turib shu yerda Ramazonning xushalligini yashayotgan bir minutda, ammo bu ulug' ayning xushalligini vatanimizdagi hech bir na axborotda, na rasm, na hech bir narsa vatanimizning hech bir shahridan bir narsa hozirgacha Ramazonga aloqador tabriklashgan, muboraklashgan, ro'z tutgan, iftor qilgan, buning o'xshash hech qanday bir ko'rinishni ko'rmayapti Uyg'ur xalqi. Mana bu shunday tajovuzchilar vatanimizda butun dunyodagi musulmonlar xushallik oldida bu oyni o'tkazayotgan minutlarni, shu kayfiyatni, shu hissiyatni bu xalqning, Uyg'ur xalqining yoshlig'imi chidamayotgan, shunimi ortiq ko'rayotgan bir numussiz tajovuzchilarning qo'lida xalqimiz ezilyapti. U yetmedi, yana numussizlarcha bu insonlardan, musulmonlardan mahrum qolgan bu muborak jamilarimiz, masjidlarimiz bu nejis ishg'olchilarningki dafsanda qilishiga, haqorat qilishiga uchrayapti. Albatta bu birinchi qatimliq masala emas. Bundan burun yillardan buyon hattoki shu ayollar mana shunday adabsizlarcha, axloqsizlarcha masjidning hurmatini dafsanda qilgan shaklda bu ko'rinishlar, naqsh aytgan, usul o'ynagan ko'rinishlar mana shunday mihrobda imom turadigan joylarda bu tajovuzchi ifloslarning qilgan qiliqlari yillardan buyon qalbimizni puchilab kelayotgan, dunyodagi insonlarningki nafratini maydonga keltirayotgan narsa bo'lsin, bu tajovuzchilar hali ham bu numussizligini qilyapti. Musulmonlardan mahrum qilingan masjidlarimiz, camilerimiz bularning paskina oyoqlari bilan dafsanda qilinyapti. Albatta bu har bir xalqimizning yuragini puchilaydigan, nafratimizni, g'azab nafratimizni qo'zg'aydigan
Bunun o'xshash ko'rinishi albatta yana bir nuqtadan bu tajovuzchilarning afti bashirisini dunyoga echib beradigan ham xalqimizning qalbidagi dushmanga bo'lgan nafratni, g'azabni va bu tajovuzchilardan elinadigan nurg'un hisobning borligini har bir xalqimizga his qildirib turadigan narsa aslida bular. Bir tarafdan bu haqorat, dafsanda qilish bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan ham bizningki kayfiyatimizni ruhiy jihatdan bu tajovuzchilardan chuqum hisob oldigan bu hissiyatimizni texnik kuchaytiradigan bir narsalar deb qaraldi albatta. Lager şahidi Zümrət Davud xanım e'lon qilgan muqaddimada shu ko'rinishdimi? Yaqinqi 10 necha yildan beri davomlashayotgan Xitoyning Sharq Turkistondagi buning o'xshash tajovuzchiliklari, irqiy qirg'inchilik jinoyatida diniy bostirish qattiq ijro qilinib kelyapti. Nurg'un xalqaro organlar, masalan, Avstraliya strategik siyosat instituti 2020-yilimi e'lon qilgan bir dokumentida sunniy amro suratlarga asoslanib Xitoyning taxminan 16 mingdan ortiq jami masjidlarimizni chiqib o'tganligini yoki buzib o'tganligini isbotlab chiqqandi. Buni albatta hammanglar bilasizlar, qadrli ko'rmalarimiz. Yillardan buyon ta'kidlanib kelyapti. Va saq qo'ygan ko'zbo'yamchilik uchun nurg'un o'maklarni, sayohatchilarni olib bular shunday go'zal yashayapti deb tashviqoti uchun qoldirib qo'ygan ba'zi jami masjidlarning Xitoy tarafidan bazmixona, choyxona, qahvaxona qatorliq o'rinlarga o'zgartirilganligi yillardan buyon ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan, oshkorlangan bir masala albatta. Navbatda Hitgoh jamisiga o'xshash mana shunday tarixiy masjidlar hammamizga ma'lum bo'lgandek Xitoyning tashviqoti uchun ishlatilyapti. Sayohatchilar akilyapti. Haliqi atalmış imamni davomli salli keltirib chiqarib axborotni oldiga bu Uyg'ur musulmonlari yashayapti deganga ishlatilyapti. Boshqa vaqtida hech bir bugun Ramazon kunlarida bunda masjidlarimiz insonlar bilan, ibodat qilguvchilar bilan to'lgan, tixmi bu ketadigan bir vaziyat bati ilgari. Mana bu albatta yillardan buyon bu masjidlarimiz musulmonlarga hasrat bilan musulmonlarni kutyapti aslida. O'sha ilgariki qaynam tashqinlikqa cho'madigan shu holatni kutyapti bu jamilarimiz. Albatta biz Uyg'ur xalqi bo'lib sifatimiz bilan bu tajovuzchilardan tatib oladigan kun mutlaq holatga keldiganligiga ishonamiz va buni chuqum qaytarib olamiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xalqaro pul fondi tashkiloti Xitoy haqida ogohlantirish berdi. Albatta Xitoyningki yillardan buyon shu mayli davlat ichida bo'lsin, Xitoyning ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, nurg'un davlatlarni iqtisodini vayron qilish, adil bo'lmagan raqobat shakllantirish uchun yillardan buyon qilayotgan yo'lsizligi har xil dokumentlarda oshkorlanib kelayotgan, ta'kidlanib o'tirg'a qo'yilib kelayotgan bir masala. Bu qatim Xalqaro pul fondi tashkiloti IMF dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda deb o'zini bilgan dunyoga ko'z qilayotgan Xitoydagi ishlab chiqarish iqtidorining haddidan eshib ketishiga bo'lgan xalqaro andishalarning kuchayib ketganligini ta'kidlab turib, Xitoyni sanoatga qaratgan davlat yordamini azaytishga chaqirdi. Yani deganimdek mayli Turkiya bo'lsin, Turkiyada har yildagidek shu Xitoylarning to'kma qilib o'tgan har xil narsalari Turkiyaning ichki sanoat korxonalarini vayron qilish uchun nihoyat tez suratda ilgarilayotganligi uchun buni cheklaydigan nurg'un qonunlarni har yil chiqarib turdi. Va butun dunyoda bu shaklda davom qilyapti bu Xitoyningki shirkatlarni davlat qo'llab shu davlatlardagi tijoratni, korxonalarni, ichki sanoatni vayron qilish uchun qilayotgan bir nihoyat nima deymiz buni? Na insoniy, na tijoriy axloqqa zid bo'lgan faoliyatlarni yillardan buyon qilyaptilar. Yiligarlik bilan xalqaroda men unda qilmadim, uni qildim, buni qildim deb xabarning davomida bor. Masalan, bu qatim Xalqaro pul fondi tashkiloti Xitoyning umumiy ishlab chiqarish qimmatining taxminan 4%ni
muhim sohalardagi shirkatlarga to'liqlama berish uchun sarf qilganligini mo'ljarlab chiqqan va o'ttir mezgilda bu nisbatni 2% tövəlletiş kerakligini bildirgan Xitoyga. Buni bu şekilde tövəlletişin kerak deb. Fondi təşkilatının bayonotiga asoslanğanda Xitoyning sanoat siyosatlari xalqarалық ta'sirlar va besimlarni keltirib chiqarmoqda. Shundaqla bu ahvol ichki ehtiyojning ojizligi bilan birlashib, Xitoyni eshish manbasi sifatida pishiqlab ishlash sanoati eksportiga texmi bak tayindigan qilib qo'ygan. Butun dunyoga to'kma qilib o'tgan gapda hamda. Haddidan ziyoda ishlab chiqarib ham Xitoy davlat tarafidan bu davlat qo'llagan shirkatlar hatto tannarxidan to'van bahoda setishning yuz berayotganligini xabarlarda chiqdi nurg'on qatim. IMF dokladida Xitoyning elektrlik avtomobillarga o'xshash qimmat yuqori mahsulotlarning eksportini oshirishidan keyin o'ttirg'i chiqdi bu masala deydi. Xitoyning o'tgan yillik yer shari mal savdosidagi eshinchisi 1 trillion dollardan eshib ketdi. Fransiya deganni o'ttirg'i qo'yib, masalan bu xabarda Fransiya prezidenti hatta Fransiya prezidenti Macronlar emas, boshqa Yevropadagi nurg'un davlatlarning raislarimi Xitoyning bu Yevropadagi masalan bo'libmi to'liq avtomobil sohasidagi u davlatdagi yerlik ishlab chiqaruvchilarni vayron qilish darajasiga berib yetganligini jiddiy shaklda ayblab turib, bu chidab bo'lg'usiz tangpongsizlikdan shikoyat qilganligini o'ttirg'i qo'ygan. Bu haqda shu Pul fondi tashkilotining Xitoy va Osiyo Tinch okean ishlari mas'uli Sonali Jane Chandra sanoat siyosati ba'zi sohalarda texnikalik yangilik yaratishga sharoit yaratdi, ammo umumiy jihatdan iqtisodga bo'lgan ta'siri salbiy bo'ldi degan fikrni o'tirib qo'ygan hamda boyliqlarni xato taqsimlash va haddidan ziyoda chiqim qilish masalalarini ko'rsatib o'tgan. Fondi tashkiloti ilgari Xitoyning sanoat siyosatlarini qisqartirishga har doim chaqirib kelgan bo'lsin, bu qatim 2% tövəlletsə, normalda Xitoy 4% qo'llaydiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, hammamiz bilamiz, Xitoy buni yushirib 4%dan yuqori bo'lishi mumkin hamda. Buni 2% tövəlletib, umumiy Xitoyning shu Xitoyning umumiy ishlab chiqarish qimmatining taxminan 4%ni men qilman deganni 2% tushir degan shaklda buningga chaqiriq qilganimda. Tushirish kerakligini ogohlantirganim bu qatim. Shundaqla IMF Xitoyning bahadagi haddidan ziyoda raqobatni azaytish tirishchiligini. Xitoy bu xil besimga uchragandan keyin biz men tirishchilik qilyapman, bahani tushirish uchun harakat qilyapman deb xalqaroga bundaq so'zlarni, va'dalarni bergan bo'lsa-mu, ammo strategiyasini texmi oshkorlashtirishi kerakligini. Masalan, IMF deydi-ki, Xitoy bu yerda biz bu şekilde besim qilganda men uni bu haddidan ziyoda raqobatni azaytishga Xitoy tirishchilik qilyapman degan bilan sonliq ma'lumotni e'lon qilmay, uchuq oshkora bo'lmagandan keyin bu qatim chaqiriqda sizning bu Xitoy o'tirib qo'yayotgan men azaytaman u bu degan va'dalarini qarshi olamiz, ammo texmbak uchuq oshkora bo'lgan, oshkorlagan nimalarni qilyapsan degan shaklda bu nuqtada Xitoyning oshkora bo'lishi kerakligini aytgan. Xitoydagi siyosat belgilovchilar navbatda pul paxalligi tahdidi, iste'molchilarning ojiz iste'molchilar ishonchisi, ya'ni iste'molchilarning ishonchisining intayin tövəllab ketganligi, yoshlarning yuqori ishsizlik nisbati va uy-mulk bozoridagi uzun muddatlik ostilash qatorli qiyinchiliklar bilan Xitoyninki bo'lgan navbatda buning bilan tirkishayotganligini bildirgan. IMF yana Xitoyning iqtisodni iste'molni asos qilgan eshish andisiga o'zgartishga chaqirdi. Xitoyning ichki ko'chmanlarning ijtimoiy farovonlikdan bahramand bo'lishidagi cheklamalarni bo'shatishini, ya'ni Xitoyning ichida o'z xalqininki o'lkalar, shaharlar o'rtasida Xitoyning ichiga ko'chman bo'lgan bundaq kishilarniki bir shahardan bir shaharga o'tkalgan vaqtida ijtimoiy farovonlikdan mahrum qiladigan bunday siyosatlar bor ekan. Buni hamma xalq bahramand bo'lish kerak, buni o'zgartishing kerak. Texmi ilg'or boj sistemasiga o'tishini va pensiya pulini oshirishini talab qilgan Xitoyning. Xitoy amaldorlari bo'lsa, IMF doklatiga bergan javobi nima degan har doim hammamiz biladigan shaklda
biz sanoatni qo'llashning mo'lchardagidek uncha cho'ng ko'lamlik emasligini yani. Sizlar bunda devatsizlar biz unda sizlar mo'lchar qilgandek biz unda cho'ng keng ko'lamlik emas. Xitoyning sanoat siyosatlari ochiq va oshkora har doim shunday hiylagarlik qiladi. Davlat korxonalari, xususiy shirkatlar va hattoki chet el mablag'idagi apparatlarga barobar ishlatyapmiz, barobar qo'llayapmiz ularni deb bu shaklda yana tulkiligini, hiylagarligini davomlashtirgan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xitoy Amerika hukumatining 1 milliard dollarga yaqin tadqiqot mablag'idan foydalanib olgan. Albatta buning o'xshash xabarlarni ko'plab o'tirib qo'yilyapti yillardan buyon. Xitoyninki mayli texnika o'g'irlash jihatin bo'lsin, mayli shundaq nurg'un universitetlarninki universitetlarni qo'llab turib Xitoy uning ichidagi ma'lumotlarni, patent huquqlarini shu yuqori texnikalik narsalarga erishib olib o'zining qilib olishdan iborat bu yo'lsizligi davomli kun tartib turayotgan masalalarning biri. Bu qitim yaqinda e'lon qilingan bir tadqiqot dokumentida 2019-yildan 2025-yilgacha shu aralıqda Amerika hukumatining tadqiqot xarajatidagi 1 milliard dollarga yaqin mablag' Xitoy mudofaa tadqiqot sistemasiga chetishliq tajribaxonlar bilan birlikda ishga oshirilgan akademik hamkorlik turlariga sarf qilingan. O'ylab boqaylik. Men xabarning boshida dedim. Xitoy ham Amerikadagi va Yevropadagi nurg'un universitetlarga Xitoy o'zi pul yordam qilib turib, yordam nomida u yerda tadqiqot qilinayotgan nurg'un narsalarga birinchi qo'l erishib, bir tarafdan bundaq nomussizlik qiladi, o'g'irlik qiladi, texnika o'g'irlaydi. Ikkinchi bir tarafdan uning bilan cheklanib qolmay, ya'ni Amerika hukumatining tadqiqot xarajatidagi 1 milliard dollarga yaqin pulga erishib olganda Xitoy mudofaa tadqiqot sistemasiga chetishlik tajribaxonlarga ketib qolgan. Ham boshqalarning puli bilan bunday narsa. Amerika ovozi ba'da bu xabarni Amerikadagi mustaqil organ tadqiqot bexatarligi va odilligi markazi e'lon qilgan mazkur dokumentda Amerikaning tadqiqot xarajatining Xitoy harbiy sanoat tadqiqot sistemasini qaysi darajada vositali qo'llaydiganligi tunji qatim konkret sansipirlar bilan o'tirg'a qo'yilgan. Inson ba'zi deb qaldimdi. Buni yemamdiganda bo'ladi deb tushunadi. Nurg'un mayli Amerikaning halqa harbiy sohasidagi Xitoy josuslarning bo'lsin, Amerikaning boshqa organlaridagi davomli Xitoy josuslarni oshkorlanib tutdiq deb Xitoyga alla burun nurg'un narsani yo'llab bo'lgan ekan. Ondan chiqib uni tutdiq, oshkorlandik, buningga manchilik hukm e'lon qilindi. İnsan ba'zi savol qo'yib kelib qoldi. Ya buncha vala takror yuzlarcha qatim buningga yap bo'lib, yana shu Xitoyni ashundaq sezgur o'rinlarga o'rinlashtirishi, shularning shu yerga kirishiga ruxsat qilishi insonni hayron qoldirmay qolmaydi ba'zida. Dokumentda Amerika bilan Xitoy hamkorlashgan jami 1793 akademik maqolaning az deganda 313 Amerika hukumatining mablag'iga erishgan. Buning umumiy summasi az deganda 943,5 million dollarga yetgan bo'lib, manbalarning to'liq bo'lmaganligi sababli amaliy raqamning texmi yuqori bo'lishi mumkinligi o'tirib qo'yilgan. Ya'ni amaliy raqam bundan yuqori bo'lishi mumkin deb. Mablag' ta'minlovchi organlar Amerika Davlatlik fan texnika fondi, Energiya ministerligi, Urush ministerligi, Davlatlik sahiya tadqiqot instituti qatorliqlarini o'z ichiga olgan. Shuncha vala Xitoy bilan jadallashyapsan, tirkishyapsan. Hatto Urush ministerligidan tortib qarab boqaylik. Yana o'zining tadqiqot nimasining ichida xuddi dunyoda odam topolmagandek yana Xitoy bilan birga qilasan. Ya inson biroz yani o'ylanmay qolmaydi yani. Buning qachon yesasan deb. Xitoyning qanchalik paskashlik qilayotganligini yillardan buyon butun G'arb Amerika o'zining ittifoqdoshlarini, Yevropadagi ittifoqdoshlarini ogohlantiryapti. Anon qo'shma, ma'non qo'shma deb. Yana bir tarafdan qarasang, buning o'xshash e'lon qilingan sonliq ma'lumotlar sen nima ish qilsa deb Amerikaga savolni uningga qarshi tutasildi. Ya bu dushmanni qachon tunuysan deb. Amerika bilan hamkorlashgan taraflar Xitoy rejimi bekitgan 45 davlat mudofaa tajribaxonasiga chetildi ekanimdi. O'ylab qo'yaylik. Yani Xitoy rejimi, yani Xitoyning hozirgi Kommunist partiyasi bekitgan 45 davlat mudofaa tajribaxonasiga chetildi ekanimdi.
Qo'rqinchli bir raqamda. Bu hamkorliklar yönelishlik energiya qurolları, sun'iy aql, yuqori iqtidorli hisoblash, material ilmi, yadro qurollarini taqlid qilish texnikasi va ovozdan tez surat texnikasi qatorliq harbiy iqtidorga bevosita munosabatlik xalqiliq sohalarni o'z ichiga oladi ekan. Mazkur dokladda bular kelgusidagi harbiy soha va jang iqtidorini tubdan o'zgartira oladigan ochqichliq texnika sohalaridir degan bu nuqta ta'kidlangan bu dokladda. Xitoy davlat mudofaa tajribaxonalari bo'lsa, bu tadqiqotlardan bevosita nafga erishmoqda deyilgan. Ve bir neçə yıllık islahatga qaramay, Amerikanın tədqiqat bexatarligi siyasatlarining yanılı Xitoy armiyasiga chetishlik organlar bilan elib berildigan alohida xatarlik hamkorliklarni to'sishda yetarlik bo'lmaganligi ta'kidlangan. Haqiqatan bu Amerikadagi siyosatchilarni tushunish intayin tez ba'zida shunday dokladlarmi. Chunki bu u yerdan bu yerdan uchib kelgan narsalar emas bu yani. Yani bir agentlikning xabari emas. Yani nurg'un narsalarni tekshirish natijasida e'lon qilingan dokladlar qarasa, shuncha bola Xitoyni men yengiman, Xitoyni meni oldimga o'tishga yo'l qo'ymayman deyotgan Amerikaningki siyosatchilarningki nurg'un jihatda Xitoyga amaliyotda aslida yo'l ochib berayotganligini, Xitoyning kuchayishiga, shunday dunyoga zo'migarlik qilishiga hassi qo'shayotganligini inson his qilmay qolmaydi buning o'xshash narsalarda. Alayda diqqat qo'zg'agan mazkur dokladda Amerika parlamentining 2025-yillik tadqiqot bexatarligi qonun loyihasini ma'qullab, Amerikaning mablag'i va tadqiqotlarining raqobatchi davlatlar tomonidan foydalanib ketilishining oldini olishga kafolatli qilish qatorliq takliflar o'tirg'a qo'yilgan. Inshaalloh ko'rimiz va oldimiz kunlarda qanday bir narsa bo'ldi. Shuncha valla qonunlar chiqarilib turishiga qaramay, yana shunday bu tajovuzchilar Xitoylar foydalana olgan bo'lsa, oldimiz kunlarda yana ko'ramiz. Xo'sh, yana bir qancha qisqa muhim xabarlarimiz va bu haftada Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Myunxen bexatarlik yig'inida Yaponiya xalqi radikal, o'ngchil, hatto militarizmni qayta tirildirishni o'ylayotgan kuchlar tomonidan majburiy agashtirilmasligi, qaymoqtirilmasligi kerak. Agar Yaponiya bu kon yo'lga qaytishni tanlasa, faqat o'zini halok qiladi deb bildirgandan keyin Yaponiya tashqi ishlar vazirati Xitoyni qattiq ogohlantirib, bu da'volarni paketga uyg'un emas va asossiz deb rad qildi. Albatta bu xabarning tafsilotini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Nurg'un bildirlashlar va Wang Yining Myunxenda so'zlagan so'zida. Ama Yaponiya bunga tegishlik javob qaytardi. Hozir xildan buyon sanoat taqoyishi hokimiyat kelgandan buyon Xitoy Yaponiya o'rtasidagi yirikchilik kun sari eshiyotganligi hammamizga ma'lum bir masala. Yana bir xabarimiz, Amerika ittifoqdoshlariga texnik ko'p harbiy mas'uliyat yuklashga tirishayotgan, Xitoyga qarata besimni oshirayotgan nozik bir vaziyatda Amerika va Xitoyning harbiy aeroplanlarining Janubiy Koreya bilan Xitoyning havo mudofaa farqlantirish rayoni kesishish nuqtasida xatarlik tariqada yiqilishi jiddiychilik keltirib chiqardi. Bu albatta Xitoyningki rayondagi davlatlarga qilayotgan tajovuzchiligi, mayli Tayvan bo'lsin, Filippin bo'lsin, bu rayondagi davlatlarga har doim propoza qilib o'zining kuchini ko'rsatib, u yerdagi har xil chorlash elib berib deganda qilayotganligini hammamiz bilamiz. Janubiy Koreyada 28,500 Amerika askari hozir mavjud ekan. Shu yerdagi Janubiy Koreyadagi bazadan qo'zg'alib bu yerda shu Janubiy Koreya Xitoyning havo mudofaa farqlantirish rayoniga Amerika F-16 aeroplanlari kirganda Xitoy bu yerga cho'chib ketib darhol o'zining aeroplanlarini avatganligi bildirildi bu hafta. Nihoyatda xatarlik yiqilish bo'lganligi, ammo bir-biriga o'q chiqarish bo'lmaganligi bildirildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz bor. Polsha harbiy doiralari Xitoy avtomobillaridagi ilg'or senzorlarning sezgur harbiy sonliq ma'lumotlarni yig'ishga ishlatilishi mumkinligini ilgari surib, jiddiy bexatarlik andishasi sababli Xitoy avtomobillarining harbiy rayonlarga va bazalarga kirishining
cheklanganligini e'lon qildi, qadrli ko'rganlarimiz. Shundaqla buni e'lon qilish bilan birga ham shu harbiy xodimlar va amaldorlarning shu mashinalarining ichida, shu mashinlarda shu aqlli telefonlarni mashinadagi shu multimedia ko'p vositalik bu nimaga sistemalarga ulashimi butunlay cheklanganligini bildirdi. Yani butunlay bu Xitoyning albatta bu Polsha alam emas, ilgirimi bir qancha davlat bu şekilde e'lon qilgandi. Yaqinda Isroil ham hatto tarqitib bo'lgan o'zining harbiy doiralariga, amaldorlarga tarqatgan Xitoy mashinalarini butunlay yig'ayotganligi haqida xabar chiqqan, qadrli ko'rganlarimiz. Demak, bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Oldimizdagi hafta inshaalloh ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Tekrar Ramazan iyinlari mübarek olsun deyimiz. Allah ömür versin, görüşürüz. Aman bağışlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.